Bizni YouTube'da kuzatib boruvchi Agrovodiyni podpischilari videoni ko'rishdan oldin like bosinglar, podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yishni so'raymiz. Biz sizlarga bugun ko'chatchiligimizni tanishtirib o'tamiz hamda gilos bog'imizni ko'rsatib qo'ying. Bitta ko'rib havas qilganlar bo'lsa like bossin. Buni qanday bo'lishini biz sizlarga hozir yana tushuntirib o'tamiz. O'tgan yil ekilgan gilos, tagida ko'chat ham qilib qo'yganmiz. Ko'chat qilishimizdan maqsad sizlarga yetkazib berish hamda mana bu gilosimizni rivojlanishini zo'r qilish. Ko'chatga qaraganimizda gilos ham toza, mana tagini qarang, toza turibdi. Toza turadi. Shuni hisobiga gilos rivojlanishi zo'r bo'ladi. Kasallik degan narsani tushirmaymiz. Ko'chatga qaraganimizda boqqa ham qaraymiz. 3 yildan keyin bog' juda ham go'zal holatga keladi endi. Ko'chatlarimiz bu tomonda mana gilos ko'chatlari. Gilos ko'chatlarini sortlari Real Tiaga, Sweet Ariana, Giant Red, Nimba, Mintopoliski, Shpanka hamma ko'chatdan 420 ming dona har xil assortimentda qilib qo'yganmiz. Ko'chatzorga kelib ko'rib olsalaring ham bo'ladi. Manzilimiz Quvasoyda, bemalol telefonimizni pastga yozib qo'yapmiz. Telefon qilib kelinglar. Bu tomonlarni ham ko'rsating. Bu tomonimizda o'rik, siliva hamma ko'chatdan bor. Bemalol zakaz beraverasizlar. Bizdan konsultatsiyalar olib, mana shunday bog' qilaman deb havas qilib yurganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Biz sizlarni kesalaring, kutib olamiz, ko'rsatamiz mana shu joylarimizni. Yoqqan bo'lsa videoga like bosib, bog' qilaman degan tanishlarga tashab qo'yinglar.